saratonni olamdan o'tgan edilar. Assalomu alaykum. Bugun saraton bilan kasallanib, erta aniqlash natijasida saratonni yengib o'tgan mehmonimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga onkologiya tashxisi qo'yilganda xayolingizdan birinchi qanday fikr o'tdi? Bu juda og'ir bo'ldi. To'g'risi, o'zi saraton degan so'zni eshitganda odam juda hayajonlanib ketadi, qo'rqadi, qo'rquv juda kuchli bo'ladi. Men o'sha javob analiz olishdi. Analiz olib, o'sha biopsiya qilishga analizlar olishdi. 2 kundan keyin javobini aytamiz deyishdi. Men baribir umid qilgandim, yaxshi analizim yaxshi chiqadi deb umid qilib, xayolimda yo'q edi bunaqa narsa. Keyin kelib analizim javobini so'raganimda shifokor sizda saraton aniqlandi, qalqonsimon bez saratoni deb aytganda juda qo'rqib ketdim. Birinchi qo'rqdim judayam, chunki o'sha mendan katta opamlar 2 yil oldin saratondan olamdan o'tgan edilar. Ular bilmay qolganlar, oxirgi stadiya bo'lgani uchun bilmay qolib o'tkazib yuborgan bo'lganlar, bilmay qolib shu olamdan o'tganlar. O'shanga qo'rqib ketdim. Bu xabarni yaqinlaringizga qanday yetkazdingiz va ular sizni qanday qo'llab-quvvatlashdi? Uyga borib, bolalarimga, xo'jayinimlarga shunaqa saraton ekanman deb aytdim. Mendan oldin ular juda qattiq stressga tushishdi, bolalarim yig'lab yuborishdi, to'g'risi. Xo'jayinimlar ham yig'lab yubordilar. Keyin men aytdim, "Yo'q, endi boshlangan ekan. Boshida bilib qolibmiz, shifokorlardan so'radim. Operatsiya qilib olib tashlar ekan. Unaqasi yo'q, unaqa yaxshi vaqtida bilibsiz deyishdi. Vaqtida yaxshi tekshiruvdan o'tgan ekansiz. Agar o'tmaganingizda o'tkazib yuborardingiz. Yaxshi tekshiruvdan o'tganingiz uchun vaqtida bilibsiz, vaqtida kelibsiz deyishdi. O'shaning uchun yaxshiman, xudo xolisa yaxshi bo'ladi, hammasi, siqilmanglar deb ularni ularni ko'tarishga anaqasini harakat qildim. Keyin shu 2 kundan keyin shifoxonaga yotdim. O'tdik doktorlar, shifokorlar juda ham muomalasi yaxshi, e'tiborli, bo'lim boshlig'i Odil aka, yana Muzaffar aka xirurg. Juda ham muomalalari yaxshi, hamshiralarning muomalasi juda ham e'tiborli, juda ham yaxshi doktorlar ekan. Shifokorlar juda ham yaxshi ekan. Hammasi yaxshi muomalada bo'lib, tekshirib, darrov kardiogrammalar qilishdi. Shu bilan tekshirib, keyin operatsiya qilishdi. Shu operatsiyada ham bitta anaqasi bo'ldi. Narkozdan sal vaqtliroq uyg'onib qoldim men. Ko'p operatsiya bo'lganim uchunmi, ko'p narkoz olganim uchun bilmayman, sal vaqtliroq, lekin organizm o'zi anaqa qilyapti, lekin miyam sal vaqtliroq uyg'onib qoldim-da. O'shanda doktorlarning gapini eshitdim. Operatsiya qilayotgan doktorlarning gapini eshitdim. O'zi kamdan kam bo'lar ekan bunaqa hodisa. Menda shunaqa bo'libdi. Doktorlarning aytishi bo'yicha. O'sha gapida operatsiya qilishyapti-da, aytishyaptiki, anaqa shifokor aytyapti, yordamchi shifokor, 3 ta shifokor qilishdi, o'sha Odil aka, Muzaffar aka, yana Otabek vrach qildi. Hali o'sha anaqani qarab yaxshilab anaqa qilgin, tegini ko'tarib tortib turman, teglarini yaxshilab ko'ring, hech narsa qolib ketmasin, xotirjam bo'ling, yaxshilab qaraylik, hech narsa qolmasin, xotirjam bo'laylik, hech narsa qolib ketmasin deb gapligisini eshitdim men. Shu oxirida vaqtliroq sal uyg'onib qoldim. Keyin tikayotganda ham bo'yinda anaqa shiram bo'lib qolmasin, kosmetический qilib tikaylik, yaxshilab tikish kerak buni. Kosmetический qilib bo'yinlarda shiram bo'lib qolmasin degan gaplari, shularni eshitdi, qulog'imga eshitildi-da, chalinib anaqa gapligisi. O'shanda operatsiyadan keyin aytsam, boshida ishonishmadi ular. Mana shunaqa dedinglar desam, hayron qolishdi-da. Aytdim, rahmat sizlarga. Shu astoydil hech narsa qolmasin, yaxshilab qaranglar deb anaqa qildinglar. Astoydil operatsiya qildinglar deb anaqa qildi. Minnatdorchiligimni bildirdim vrachlarga, shifokorlarga. Juda xursandman shunaqa fidoyi shifokorlar borligidan.
Alloh shunchalik mana shifo berdi. Doktorlar sababchi bo'ldi, shifokorlar sababchi bo'ldi. Mana tuzalib ketdim. Bolalarim doim yonimda, xo'jayinimlar yonimda bo'lishdi, jigarlarim xabar olib turishdi, doim telefon qilishadi, yo kelib xabar olishadi, mana shunaqa qilib. O'sha davrda kundalik hayot tarzingizda qanday o'zgarishlar qildingiz? Hayot tarzimni, o'sha avvalgi hayot tarzimni davom ettirdim. O'sha harakatimni qoldirmadim, o'sha uy ishlari hammasini ish qilib, harakat qilib, ishlar hovlida, toza hovlida aylanib yurardik, qizim bilan yetaklashib 1 kilometrlab yurib peshkom borib, bu yoqqa yurib kelardik, toza hovlida ish qilib. O'zimga qarashga, sog'lig'imga e'tibor qilishga harakat qildim. Hayot tarzimni o'zgartirmaslikka, unaqa kasalman deb o'zimni qilmadim, harakat unaqa qilmadim. O'sha har kungi ishlarimni davom ettirdim. Eng qiyin lahzalarda kuch bergan asosiy motivatsiya nima edi? Bolalarni, nevaralarni kamolini ko'rib yurish hammani orzusi. Shu bolalar, nevaralar to'ylarini ko'rishni orzu qildim. Keyin bolalarimni odam baribir ana qilasiz, ko'zingiz qiymaydi. Bularni hammasini kamolini ko'rgisi keladi hayotda. O'shaning uchun odam yashashga harakat qilish kerak, o'zi uchun kurashish kerak. Bu kasalda tushkunlikka tushish kerak emas, kurashish kerak. Operatsiyadan keyin shifokorlar shu Medical klinikasini PET apparatiga tushishi, PET apparatiga tushishi maslahat berishdi. Borib tekshirtirib, metastaza bor yo'qligini bilish uchun, aniqlash uchun shu apparatda hammasi ko'rsatadi, aniq ko'rsatadi deb maslahat berishdi. Keyin shu klinikaga keldik biz. Klinika juda yaxshi, shifokorlari, medsestralar hammasi juda e'tiborli. Darrov eshikda kirishimiz bilan qabul qilib olishdi. Keyin o'sha suvlar berib, xonaga olib kirib, o'sha tayyorlashdi birinchi. Keyin o'sha PET apparatiga tushdim. O'sha yerda 40 minut, 1 soatcha yotilar ekan. O'sha yerda butun hamma tomirlar, hamma anaqalarni tekshirar ekan, boshdan oyog'igacha hammasini tekshirishar ekan. O'sha yerda tekshirib, aniq javob aytishar ekan. Keyin shu yerda tekshirishgandan keyin 48 soatda javob chiqdi. Javobi yaxshi chiqdi, analizlarim ko'rib xursand bo'ldim. Doktor oldiga kirdim. Shu yerda doktor hamma anaqalarni tushuntirib aytib berdi. Hamma analizlarim yaxshi chiqqanidan juda xursand bo'ldim. Metastaza yo'qligidan uni javobini olib doktorimga olib bordim, shifokorimga. Shifokorim ham ko'rib xursand bo'ldi. Shu bilan keyin ximiyalar boshladik. Baribir ximiyalar qilish kerak ekan, ximiyalar boshladik. Ximiyalardan keyin Xudoga shukr, Allohga shukr. Shu bilan to'xtadi. O'sha kasaldan keyin shu ximiyalar olib bo'lgandan keyin umraga bolalarim sovg'a qilishdi, umra ziyoratini. Shifokorimga borib aytsam, borib kelavering, yaxshi bo'ladi, hech narsa qilmaydi, borib kelavering, yaxshisiz deb ruxsat berdilar. Keyin umra ziyoratiga borib keldim. U yoqda ham juda ham ibodatlar qilib, juda ham xursand bo'lib, kuch-quvvatim juda kuchim ko'payib ketdi. Juda yurib ibodatlarda bo'ldim. Xudoga shukr, Allohga shukr. Juda ham yaxshi qildim. Hech ham tushkunlikka tushish kerak emas bunaqa payt. Hozir meditsina juda rivojlangan. Oldini olib, vaqtida shu kasalni vaqtida oldini olinsa, meditsina juda rivojlangan. Shifokorlar, hozirgi apparaturalar mana yangi chiqqan, hammasi insonni o'sha kasallardan, saratondan davolashga juda yordam beradi. Hozirgi ximiyalar ham kuchli, yaxshi. Qiynalmadim. Ximiya olganda ham qiynalganim yo'q, hech ham qiynalmadim. Bolalarim tepamda o'tirishdi, yo'q, o'tirmalaring, ketlaring, ishlaringga deb anaqa qildim, ketinglar deb juda yaxshi ko'tardim. Unaqa og'ir ko'targanim yo'q. Allohga shukr, mana shifosini topib yuribman bolalarim bag'rida. Jannatim kalitisiz, otam
Samimiy suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.